Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ma'murjon. Bilasiz, doimgidek vizalar haqida video qilib o'raydim. Hozir esa mavzuni o'zgartirmoqchimiz, chunki bilasiz 2-3 yildan beri logistika sohasida ishlab kelyapman va endi YouTube'ga o'zim shu logistikada olgan bilimlarim va o'sha soha haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'rmoqchiman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Jamoamizdagi biz kompaniyada ishlaydigan har bitta ishchilar bilan alohida suhbat qilib, ular ish qanday o'rgandi, nimalar qiladi, qancha pul topadi, o'shalar haqida video qilib boraman. Videoni ko'ring. Assalomu alaykum. Ismim Aziz. Logistika sohasida dispetcher sifatida ishlayman. Nima desam bo'ladi dalish? Gap qolmay qolyapti-da. Dispetcher bo'lmoqchiman, Azizbek, nima qilsak bo'ladi? Nimalar talab qilinadi? Bu sohani ishlamoqchi va bu sohada faoliyat yuritmoqchi bo'lganlardan asosan talab qilinadigan narsa ingliz tili, qo'shimchasiga rus tilini bilsa yana ham yaxshi. Va Rus tili nima kerak bo'ladi? Rus tili ba'zi bir kompaniyalar requirement sifatida qo'yishgan. Nimaga? Ularda international driverlar bo'lgani uchun asosan driver bilan kommunikatsiya qilish uchun kerak bo'ladi. Chunki bir xil kompaniyalarda Turkiyadan, Belorussiyadan yoki Rossiyani o'zidan kelgan driverlar bor va ularning ko'pchiligi til bilmaydi. Ular bilan kommunikatsiya qilish kerak. Ingliz tili qay darajada talab qilinadi? Ingliz tili eng kamida intermediate levelda talab qilinadi. Qanchalik yaxshi bilsa, o'shunchalik yaxshi. Chunki turli xil muammolarni hal qilishda tilda ahamiyati juda ham katta. Aziz, qancha oylik olasan? Yo'q, mayli. Logistikada ish boshlamoqchi bo'lgan yangi, masalan, shogirdlar bo'lsa, agar qanchadan qanchagacha topishi mumkin ular, masalan, kelajakda? Hali yangi boshlanuvchilar, endi mana shu sohaga kirib kelayotganlar $500 dan $1000 toki experience olguncha topish mumkin. Undan keyin ko'p topish ham mumkinmi? Albatta, undan ko'p topish ham mumkin. O'zim shaxsan ko'rganlarim mana shu sohaning orqasidan oyiga deyarli 10,000 topadiganlar ham bo'lgan. Bu car haulingdami yoki Drive-N deb ko'rganman. Ya'ni bu Drive-N va car hauling haqida tushunchalarni keyingi videomizda tushuntirib ketamiz. Aziz, men to'g'risini aytdan ish pul oylik olasan, mana xalqqa qiziqda. Ham bilasin deb. Qani cho'tib chiqqan? Mana biz team dispetcherlar. Yo'qmi, ichida uxlaydigani ham bor ekan.